zavodiga keldik. Hozir bu yerda biz ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ancha qiziq bo'ldi. Qiziq bo'ldi deb ayta olaman. Lekin meni maqsadim o'qish. O'qishga topshirmoqchi bo'lmaganlar kelib ishlashdi, aytishdi. Bonitoga keldik, tekstilga ko'ryapmiz ishlarni. Imkoniyatlar katta, sharoitlar ham yaxshi, hammasi. Ichkariga kirib bildik. Misol uchun har doim o'tamiz Bonitoning oldidan, lekin bunaqa sharoitlarni bilmasdik, to'g'risi. To mana shu kiyimlarni qatnaqa boshlanishi-yu, qatdan tugashigacha hammasini tushuntirib berishdi. Nimadan qilinadi, qatdan eksport qilinadi. Shaxsan men o'zim ham bularni ko'rib, hozir o'zimga ham motivasiya ko'payib ketdi. Kelib ishlash niyatim bo'ldi yoki bo'lmasa men ham o'zim ham shunaqa firma ochish niyatim ham bo'lib qoldi, chunki daromad ancha yaxshi ekan.